Assalomu alaykum aziz mijozlar, yaxshimisizlar, eson-omonmisizlar? Sizlar bilan bugun yangi dasturimiz bo'yicha ozgina darslik o'tkazamiz. Yangi dasturni bilasizlar, tunukaxon hisoblashni sizga tizimlashtirilgan, juda ham vaqtdan qisqartirish hamda aniq kvadratni o'lchash uchun bu. Xo'p, bu dasturimizda qanday hisoblanadi? Ozgina tezroq ishlaymiz, sababi vaqt videoda ko'p ketmaslikka. Xo'p, master bo'limiga. Nechta masterlaringiz bor, kirgizib chiqasiz. Sizga keyingi kunlaringizda, masalan, oddiy misol, qaysi mijozlar ustangiz kelmayapti, telefon qilib nima sababdan bilishingiz mumkin. Xo'p. Dashbord. Xo'p, bunda bo'lsa, adminlari soni, masterlari soni, buyurtmalaringiz nechta, umumiy kvadratingiz qancha ketyapti, oylik buyurtmalaringiz qanday holatda hisob kitobingizni olish uchun hamda nechta buyurtmangiz bor, o'shanga qarab siz jarayonda ketyaptimi, tugatilgan, bekor qilinganmi, hammasini ko'rsangiz bo'ladi aslida. Xo'p. Buyurtmalar sonida siz bemalol mijozingiz qo'ng'iroq qilsa, siz kirib ishingizni qaysi kimligi hamda bu yerdan faoliyati qanaqa borishini ko'rishingiz mumkin. Masalan, jarayonda tugatildi yoki bekor qilindi. Keyingi qismi hisob kitob bo'limi azda. Hisob kitob bo'limiga birinchi formani qo'shamiz. Bu yerda mana kazirok yozgan. Kazirok bu shapka, bilasizlar. Xo'p, patolog qismiga o'tamiz. Keyingi qismni bosamiz. O'rta dizaynni tanlaymiz. Mana har xil fasonlardan mavjud azda. Bu yerda 5 xil turibdi, lekin ichkaridan nastroykalar har xil. Oddiy misol mana hozirgi kunda skatni tanlaymiz. O'rtadagi fasoni skat bo'ladi. Mana keyin masalan skat tanlangan, skat standartli narsa bilasizlar. Xo'p, lentasi masalan bu lentani o'zi arzon chiqishi uchun. Masalan, bu yoqmasa agar siz bekor qilib lentani bu yerda boshqa qismga o'tkazsangiz mumkin. Lenta kantovkalik. Bilasizlar, kantovkalikni almashtirsa bo'ladi. Xo'p. Endi yon dizaynni tanlaymiz. Yon dizaynda mana pedal kapon 45 gradusligi, pedal kapon 90 gradusligi, keyin chet dizayni, yana 45 graduslik. Oddiy misol mana 90 graduslikni tanladik, qo'ydik. Endi bu yerda standartniga mana bu narsalar kiradi. Sizga masalan mana bu karniz nomer 2. Karniz nomer 2 deganda mana bu yerda razmerlar bilan qo'yilgan. Sizga mana bunaqa chertyojlar beriladi. Necha nimani yopish uchun xohlasangiz. Xo'p, karniz nomer 2 yoqmadi. Bu narsani almashtirib tashlaymiz. Yangi karnizni kirgizamiz. Masalan, karniz bo'limiga kiramiz hamda ro'yxatni tanlaymiz. Oddiy misol nomer 1 ni tanlab qo'yamiz joyida. Devor tomonga olib boramiz mana. Xo'p. Yonida 90 graduslik turibdi. Mana razmer mijoz aytsa masalan boshqa qilsangiz bo'ladi. 10 sm peshonasini qilib qo'ydim men bu yerda. Almashtirsangiz bo'ladi. 55 emas, 53 yoki belbog'ni 6 sm yoki 5 sm ga aylantirsangiz bo'ladi. Plintus, xo'p. Oldida plintus turibdi. Plintusni ham masalan almashtirib qo'sh qo'ysangiz bo'ladi. Farqi yo'q. Endi joyini tanlaymiz, bilasizlar. Joyida ayvonda shakli T holatda yoki G holatda yoki tekis keladi. Xo'p, tekisni tanlaymiz. Xo'p, enini kirgizamiz. Masalan 4 metr mana. Bo'yini kirgizamiz. Xo'p, bo'yida masalan 20 metr ana. 20 metr kirgizdik. Hisobla. Ketdi. Bu yerda kelib chiqadi. Karniz 48 metr mana 76 dona patnisdan ketar ekan, belbog'idan, plintusdan, skat 144 dona, 288 dona unaqasi. Keyin rangni kirgizasiz. Masalan, oq glans. Xo'p. Bu yerda qo'shimcha mijozdan so'raysiz. Qo'shimcha desa, masalan, qo'shimcha qo'sh desa 2 metr qo'shgan bo'lsa, qayta hisoblaytiramiz. Bu yerda chiqadi. Undan keyin bo'lsa agar masterni kirgizasiz, mijozni ism familiyasini kirgizasiz. Masalan, bu yerda Metal Planet yozdik. Xo'p, mijozni nomer raqamini kirgizasiz. Endi manzilni kirgizasiz. Qayerga? Bu sizni bazangiz uchun qulay narsa. Xo'p, kirgizgandan keyin saqlashini bosamiz.
Bu kiritildi. Xo'p, buyurtmalarga kirib, yangi buyurtmani ko'rib chiqamiz. Mana tasdiqlangandan keyin xo'p, order chiqarildi mana. Qaytadan ko'ramiz, nechta nima hammasi chot. Uje tasdiqlandimi? Uje pechatga bossak bo'ladi. Pechatdan chiqqandan keyin bo'lsa, xo'p. Narx navosini qo'yasizlar. Nech pul kelishgan bo'lsangiz, mana umumiy kvadrati chiqdi. Necha kvadrat, qaysidan, nimadan ketgani hammasi chiqdi bu yerda. Narxingizni qo'yasiz. Bugungi darsligimiz ana shu edi. Ko'rib chiqinglar, juda ham qulay, oson hamda o'zingizni vaqtingizni tejaysiz. Eng muhimi mijozlarni pulini, masalan, kvadratini xatolik bilan, masalan, buncha ketdi, uncha ketdi deb o'tirmasdan aniq narsani chiqarib berasiz. Sizni ham ko'nglingiz xotirjam, mijozni ham ko'ngli xotirjam. Nima uchun xotirjam? Mijozni haqqi sizga o'tmaydi, sizniki mijozga o'tmaydi azizlar.